Assalomu alaykum qadrli YouTube tomoshabinlari. Ko'pchilik 9 ot kuchli motoblok so'rab turgan ekanmiz. Shu agroservis do'konlariga yangi partiyada 9 ot kuchli motobloklarimiz yetib keldi. Hozir bu qisqacha ma'lumotlarni tashkil etib ketamiz. Xo'p, xohlaganlarga benzinlikdan olib qo'yamiz, xohlaganlarga sarkali variantlardan. Birinchi bo'lib benzinli modelni tashlaymiz. Benzin moklari 5 litrli bo'ladi. Yurg'izish joyi zavodning orqali satrda emas, vozduxli filtrlardan mastin filtr qilib ishlangan. Mastin filtri o'zi nima degan shu? Motoblogingizga mana shu joyiga 50 gram yo'q qo'yib qo'ygan bo'lsangiz, motoblogingizga kelayotgan chang-pay hammasini o'zida ushlab qoladi kerak. Korobkalari kattakon 450 talik korobka qo'yilgan bo'ladi. Rullari juda ham uzun qilib ishlangan, tepaga pastga likrovkalar mavjud. Bemalol o'ziga moslab ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Hamda bu motoblogimiz orqasida qishloq xo'jaligi fond joylashtirilgan. Qishloq xo'jaligi suv nasos, karchabat nasosga qo'yasizlar. Oldiga ikkitadan, orqaga bittadan skollar mavjud bo'ladi kelar. O'chirib yoqish bitta bezapasniy knopka orqali bajariladi. Ballonlar kattakon shirokli ballonlardan qo'yilgan hisoblanadi. Xo'p, bu motoblogimizni xohlaganlar shu holatda, xohlaganlar paketdan qilib beramiz. Xohlaganiga sararkali varianti bo'ladi. Sararka boklar 3 litrli, bundan ham vozduxlar mastin filtr qilingan. Yurishlar zavodning orqali korobkalar kattakon 450 talik korobka, oldi ikkitadan orqaga bittadan skollar mavjud. Bunda ham tepaga pastga qilib ishlataverasiz rullarni. Bu tomonda bunda ham qishloq xo'jaligi bo'lgan, qishloq xo'jaligiga suv nasos, karchabat nasosga qilasizlar. Hamda biz do'konimizda bu turdagi motobloglarimizga kattakon aksiyalar e'lon qilingan. Aksiyamizda biz do'konga kelib o'ziga yoqqan bitta motoblok xarid qilib olasiz. Yurg'izib ishlatib ko'rsatib beramiz. Hamda undan so'ng do'konimizda barabarimiz bor, barabarni aylantirasiz. Xohlaganlarga yig'ilgan holatda, xohlaganlarga yig'dirib olasizlar, xohlaganlar paketdan ham qilib beramiz kerak. Kelib barabarni aylantirasiz kerak. Motoblok xarid qilib olgandan so'ng xohlaganlarga benzin pilalarimiz, elektropilalar, karchabatlari, dvijoklar, xullas 100 xulosib mana shu yerda nima tushadigan bo'lsa, mutlaq tekinga berib olamiz. Ko'rishinglar mumkin. Barabarimiz bitta patchinning o'zida turadi, tepasida qonun taboq, qaysi bir kuchi xuddi sog'a beriladi. Shurpa o'chadimi, picharka tushadimi, bargarga tushadimi, mana shunday 100 xulon sog'amizdan qaysi bir tushsa mutlaq tekinga berib yuboriladi. Manzil Farg'ona qishlog'i agroservis do'koni. Optin bazani birinchi klass qo'rdan xarid qilib olaman ekanmiz. Pastdagi nomerga aloqa qilib ko'rasizlar. Xayr, joninglar sog' bo'lsin.